Naturalniy oldindan opa shu yoqda asalari yetishtirgan, biz tog' asali degan do'kon ochib berdik. O'zimiz tatib ko'rganmiz, действительно naturalniy. Asallari shu yerda turadi, asallari qutlari ham shu yerda turadi. Asal bilan shug'ullanadi o'zim. Bugun zipline ishlamas ekan, okajon. İşlemez ekan. Ten tortishyapti yoqqa. O'shaning uchun. O'zi qanaqa o'tadi zipline uchun? Hozir Aloqada yo'l bor? Albatta. E'tibor bilan nariga o'ng tomonga qarasak, qizil znak turibdi stolbani oldida. Ha. O'sha znakdan u yog'iga o'tish mumkin emas, neytralniy hudud. Tog' orqasi Qozog'iston. Uni qizil zinaga, uni dumaloq. Aha. Bu tog' orqasi o'zi Qozog'istonning neytral hududi hisoblanadi. Yo'q, o'tish Chegara, chegara. Bizani shaxsan chegarachilar o'zi qo'riqlab turadi. Qo'rqmasdan yuraverasiz. Chap tomonda basketbolli pole, futbolli pole, bu детский akvapark и yonida devor orqasida открытый basseyn. Endi chap tomonga qaraymiz. Закрытый basseyn, spa-sauna, trenajyorniy zal. Mana bu zinadan o tepaga chiqiladi, okajon. Mana bu zinadan chiqasiz o tepaga. Bu yoqdan start uchiladi, bu yoqqa kelinadi. Bu yoqda liniya almashadida prям Ahmad jo'jaga qo'nadi. Shaboda zo'r. Havosi vashti zo'rligidan yo'q. Quyosh kuchi yo'q-da. Quyosh bor, kuchi yo'q. Mana odam men qanaqasi yo'q. Mana bu yoqda ichki hovli, eng markaziy hudud. Bu yoqda детский plashatka, sport zona, o'tiradigan besedkalar hammasi bor. Qaysi hudud sizlarga ma'qul bo'lsa, hozir misol uchun vizualni ko'ryapmiz hammasini. Qaysi hudud sizlarga ma'qul bo'lsa, o'sha hududdan sotilmagan uylarni ko'rsatishim mumkin, xudo xohlasa. Narxlar bilan ham tanishtirib o'tasiz. Kvadrat narxi $1505 dan $1750gacha. Ikkinchi etajdan 6-chi etajgacha bo'lgan narxlar. 5-6 qavatli domlarimiz, suv bo'yidagilari 5 qavat, suv bo'yidan tashqaridagilari, ya'ni 7-chi bilan 5-blok 6 qavat. Qolganlari 5 qavat. Remont под ключ. Qisman jihozlar bilan jihozlantiriladi. Kuxonniy, sanuzel, meshkomnatniy eshiklar, lyustralar, lampalar hammasi qo'yiladi. Ahmad Oltin jo'jaga qo'nish hududi mana ochiq bilan. Shunda uchib keladi, Ahmad jo'jadan chiqib ketadi. Bu yoqda mana kottejlar bor. Metal konstruksiyadan qurilgan bitta kottej ikkita oilaga mo'ljallangan bo'ladi. Yarimi 132 kvadrat, butuni 267 kvadrat. Yarimi 132 kvadrat narxi 4 milliard so'm, butunining narxi 7 milliard 800 million so'm. Dollarda hisoblaganda 300-350 million, 300-350 ming dollar, 600-650 ming dollar. Boya bizda mashina qo'ygan joy, ochiq parkovka, ular tekin. Podzemniy parkovkalar bizda arendaga beriladi. Bu yoqda xudo xohlasa bog'cha bo'ladi, chasni bog'cha. Bu blokimiz birinchi blok mehmonxona bo'ladi. Ha, gastiniца bo'ladi. Hozir kunda ichki hovliga va toqqa qaraydigan hududlarimizda uylarimiz bor. Ko'prik ustida shaboda sirasi seziladi. Shunaqa ekan.
Eskaladrom ishlayapti bugun. Ishlashga. 25 ming bitta chiqish. Bitta chiqish.